Hurmatli talabalar, hozir biz galvanik element yasadik. Galvanik element nimaligini tushunasizlar. O'sha darslarda nazariy qismida o'tib bo'ldik. Galvanik element deganimiz o'sha eritmadagi elektrodlarda potensiallar farqidan o'sha analizni bir turi desak bo'ladi. Ya'ni potensiallar farqi qancha bo'lsa, o'sha potensial farqiga qarab, ya'ni bir-biriga elektronni biriktirib olishdagi energiyani farqiga qarab ajralib chiqadigan energiya miqdori bu voltda hisoblaymiz. Qarshiligini mana hisoblaydigan apparatimizni ham olib qo'yibmiz. Xo'p, endi o'sha uning uchun biz galvanik elementni tuzilishini o'zimiz tuzdik. Buning uchun biz sulfat eritmasini tayyorlab oldik. Keyin tuz ko'prigi sifatida ishlatiladigan kaliy xlorid eritmasini mana bunday naycha orqali ikkita eritmadan bir-biriga o'tkazib qo'ydik. Ikkita elektrodimiz bor. Bittasi mis elektrodi, bittasi nikel elektrodi. O'sha elektrodlarda bir xil eritmada elektrod potensiallar farqini ko'rmoqchimiz endi. O'sha elektrod potensial farqidan qancha energiya tok ishlab chiqarilayotganini kuzatishimiz mumkin. Hozir bunda o'sha tekkizib ko'ramiz. Birinchi apparatimiz ishlayotgan, ishlamayotganligini aniqlash uchun bunda bir-biriga tekkizib ko'rganda ovoz chiqarish kerak. Keyin buni qarshilikka to'g'rilab olamiz. Keyin buni o'sha plus minus tomoni bor. O'sha plus minus tomonini elektrodga tekkizamiz. Elektrodlarda nikel bilan mis elektrod bo'lgan qaysi birini vodorod chiqarish bo'yicha, beketiv qatori bo'yicha qaysi biri oldinda turadi? Nikel oldinda turadimi? Nima? Mis oldinda turadi. Shunda nikelning energiyasi nikel misdan ko'ra kuchliroq emasmi? Reaksiya holida. O'shaning uchun qaysi biri katod, qaysi biri anod vazifasini bajaradi? Elektron qaysiga tomon siljiydi? Mis bu tomonda misga tomon elektron siljiydi. Demak, qaysi elektrodimiz ko'payish kerak, qaysi biri kamayish kerak? Ya'ni qaysi elektrodga metal o'tirish kerak, qaysi bir elektrodimiz erish kerak? Shunda mis elektrodi nima bo'lish kerak? Mis elektrodiga elektron borgani uchun nol holatda turganlari ikkita elektronni olib, elektrodga mis metal turib qolish kerak. Nikelda teskarisi bilan eritish kerak. Hozir o'sha jarayon hosil bo'lyaptimi, yo'qligini kuzatib ko'rishimiz mumkin. Mana nikelda o'zi suvga tekkan qismi zanglab qorayib boshladi. Endi mana tekkizib ko'ramiz. O'sha qancha tok chiqayotganini. Hozir mana nimasi teskari bo'lgani uchun katod anodimiz mana bu teskari tekkizganimiz uchun minusda chiqdi. Endi to'g'rilab tekkizib ko'ramiz. Mana bir xil chiqmayapti va qaltirash bilan 0.57 bo'ladi. Endi hozir buni bitta o'chirib yoqib ko'ray, yana qaytadan ishlatib ko'ramiz.